tilingizga zikr kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib aytyapsizmi? Zikr qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqni belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani, ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang Alloh senga yaqin. Nido qilsang eshitadi. So'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan. Duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi.